Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan bugun biz tizimlar va signallarni qayta ishlash fanidan signallar va tizimlarga ishlov berishning zamonaviy dasturiy vositalari bo'yicha MATLAB amaliy paketida ishlashni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzu bo'yicha ishimizdan maqsad MATLAB amaliy muhitida ishlash va signallar bilan asosiy amallarni bajarishni ko'rib chiqish. Dastlab MATLAB amaliy paketi haqida nazariy bilimlarni olishimiz kerak. Ushbu nazariy bilimlarni ushbu prezentatsiyada ko'rib chiqamiz. Ya'ni MATLAB bu nima? Bu matematik va hisob-kitoblar, signallar va tasvirlarni qayta ishlash, modellashtirish hamda ilmiy texnik masalalarni vizual tahlil qilish uchun mo'ljallangan yuqori darajadagi dasturiy muhit va dasturlash tilidir. MATLAB muhitida barcha hisoblashlar asosan matrisalar, vektorlar asosida bajariladi. Bu esa murakkab matematik va muhandislik masalalarini sodda va samarali yechish imkonini beradi. MATLAB dasturiy muhiti ZMathWorks kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, u ilmiy tadqiqotlar, ta'lim jarayoni va sanoat sohalarida keng qo'llaniladi. Ayniqsa signallar va tasvirlarni qayta ishlash, telekommunikatsiya tizimlari, avtomatika va boshqaruv, sun'iy intellekt, mashina o'rganish tizimlarida, modellashtirishda, ma'lumotlar tahlili masalalarida MATLAB muhim o'rin egallaydi. MATLAB murakkab algoritmni yaratish va testdan o'tkazishda muhim vosita hisoblanadi. MATLABning bir qancha xususiyatlari bor, ya'ni funksiyalari mavjud, matematik ifodalarni tez va aniq hisoblash, chiziqli algebra amallarini bajarish, raqamli va analog signallarni tahlil qilish, tasvirlarni qayta ishlash, vizualizatsiya qilish xususiyati mavjud. Undan tashqari modellashtirish bo'yicha real tizimlarni modellashtirish va simulyatsiya qilish imkoniyati mavjud. Grafik va vizualizatsiya, ya'ni murakkab ma'lumotlar uchun grafiklar va diagrammalarni shakllantirish bo'yicha, algoritmni tez ishlab chiqarish va sinovdan o'tkazish bo'yicha shunday xususiyatlarga ega. Interaktiv muhit va buyruqlar oynasi mavjud. Ushbu dasturiy kompleksda bu foydalanuvchi buyruqlarni command window orqali kiritadi va natijalarni darhol ko'rishi mumkin. Undan tashqari bundan oldingi videolarimizda umumiy holatda dasturiy komplekslarda MATLAB, Python, Laviv dasturiy komplekslari bor. Ular har bitta dasturiy kompleksni o'zining arxitekturasiga ega. Ushbu MATLAB dasturiy kompleksimizda ham arxitekturasi bor. Har bitta arxitekturaga to'xtaladigan bo'lsak, u arxitekturaning o'zining funksiyaviy komandalari yoki bo'limlari mavjud, bloklari mavjud bo'ladi. Ushbu MATLAB arxitekturasida komanda oynasi, workspace oynasi, editor oynasi, figura bo'limi, ya'ni grafiklar, tasvirlarni aks ettirish, vizual oynasi yoki toolboxlardan iborat bloklari mavjud. Endi toolboxlarning o'zini to'xtaladigan bo'lsak, har bitta toolboximiz signallarni tahlil qilish, signal processing toolboxi bor. Signallarni tahlil qilish va filtrlash uchun ishlatiladi. Image processing toolboxi tasvirlarni qayta ishlash operatsiyalari uchun ishlatiladi. Communication toolboxi aloqa tizimlarini modellashtirish uchun ishlatiladi. Control system toolboxi boshqaruv tizimlarini loyihalash va tahlil uchun ishlatiladi. Ya'ni umumiy olib qaraganda signal telekommunikatsiya sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan ushbu platformamizda bir qancha imkoniyatlar mavjud. Masalan, signal va tasvirlarni qayta ishlash imkoniyatlari qanday? Masalan, analog va raqamli signallarni yaratish, diskretlash, kvantlash jarayonlarini ushbu platformada, ushbu dasturiy kompleksda ko'rishimiz mumkinki, qanday jarayondan keyin, qaysi jarayondan keyin bizda qanday signal paydo bo'lganligini vizual tasavvur qilishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari shovqinlarni filtrlash jarayoni qanday amalga oshirilyapti yoki filtr qurilmalari qanday koeffitsiyentda ishlaganda
qanday shovqin kamayishini tasavvur qilishimizga yordam beruvchi vizual effektlar, diagrammalarni ushbu programma kompleksi orqali tasavvurga ega bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari spektral tahlil bo'yicha Fourier, Wavelet, Hara va boshqa spektral tahlil usullari bo'yicha tahlillarni amalga oshirish mumkin. Tasvirlarni yaxshilash, endi bu ko'pincha onlayn formatda, offline formatda ishlaydigan tizimlar uchun, ya'ni onlayn, hozir keyinroq to'xtalamiz ushbu onlayn offline muhitida ishlash bo'yicha tasvirlarni filtrlash, segmentatsiya va rangli tasvirlar bilan ishlashda, ya'ni tarkibiy qismlar, piksellar bo'yicha, mayda-mayda bo'laklar holati bo'yicha tasvirlarni yaxshilashga doir ishlar bo'yicha ham ushbu dastur kompleksda ishlar amalga oshirish mumkin. Endi afzalliklar, bir qancha afzalliklarga ega, yuqorida to'xtalib o'tdim. O'rganish va foydalanish uchun juda qulay sintaksisga ega, murakkab hisob-kitobni yuqori aniqlikda ta'minlaydi, tayyor funksiyalar va toolboxlar boy to'plamga ega, ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun ajoyib vositalarga ega. Umumiy olib qo'yganda ilmiy muhandislik sohalari bo'yicha bevosita yaxshi yechimni, soddalikni, aniqlikni taqdim etishi mumkin. Bu nazariy axborotlarimiz aynan MATLAB amaliy paketida ishlash bo'yicha edi. Endi biz ushbu amaliy paket bilan, ya'ni MATLAB dasturi kompleks bilan dastlabki ishni bajarib ko'ramiz. Bu dastlabki ishimiz, ya'ni amaliy paketda dastlabki sinusoidal yoki kosinusodial signalni shakllantirishni ko'rib chiqish. Undan oldin biz MATLAB dasturiy kompleksi qanday ishlaydi, qayerda ishlaydi yoki qanday qilib bunga ma'lumotlarni kiritamiz. Bunday ushbu savollarga javobni o'rganib olishimiz kerak. Dastlabki holatda MATLAB onlayn versiyasini ko'rib chiqamiz. MATLAB onlayn versiyasi yoki desktop versiyasi qanday bo'ladi? Ya'ni bunda onlayn versiyasi ushbu havola orqali biz ushbu nimada berilgan ushbu havola orqali ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni brauzerga ushbu havolani kiritamiz va dastlab bizda mana shunday oyna paydo bo'ladi. Bu oynadan ko'rishimiz mumkinki, ushbu oynada ya'ni bu MATLABni boshlang'ich versiyasi, bu versiya bo'yicha biz xohlasak agar qanday ishlatishimiz mumkin? Bizga kerak bo'ladi kompyuter va internet. Kompyuter bo'lmasa telefon, ya'ni smartfonlardan foydalanish ham mumkin. Smartfonlar orqali biz signallarni tahlil qilishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tgan vizual tahlillarni amalga oshirishimiz mumkin. Endi biz aytayotgan onlayn versiyasida, ya'ni onlayn holatida ishlatishimizda bizga internet, kompyuter kerak bo'lgandan keyin ushbu havola orqali bu saytga kirganimizdan keyin bizda mana shunday oyna paydo bo'ladi. Bu yuqorida registratsiya bo'limi yoki ro'yxatdan o'tish sign-in punkti bor. U joydan ro'yxatdan o'tamiz. Bu bevosita bizga pullik yoki free pulsiz versiyalarni taqdim qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Hozirgi vaqtda dastlabki versiyada bir oygacha litsenziya so'ramagan holatda ishlarimizni, ya'ni tadqiqot ishlarimizni olib borishimiz mumkin. Undan tashqari bizda keyingi, ya'ni onlayn holatda ishlaydigan versiyamiz bu MyCompiler sayti, ya'ni onlayn aktova nimasi bor, onlayn MATLAB versiyasi bor. Bu qanday ishlaydi? Buni ham brauzerga yozamiz va shu brauzer ushbu saytga kiramiz. Ushbu saytda yuqoridagi MATLABning oddiy signallar bilan ishlash uchun moslashgan sayt hisoblanadi, onlayn ishlaydigan sayt hisoblanadi. Bu ham xuddi MATLAB onlayn ushbu versiyada ishlaydigan natijani bu saytimiz ham
ko'rsatib beradi. Undan tashqari bizda deskop muhitida, ya'ni onlayn emas, offlayn holatda ishlaydigan versiyamiz ham mavjud. Bunda ushbu havola orqali murojaatdan keyin bizdagi MATLAB platformasini yuklab olamiz, ya'ni exe paketini, ya'ni MATLAB paketini yuklab olamiz. U MATLAB yuklab olganimizdan keyin uni offlayn muhitda ishlashi uchun buni dasturimizni kompyuterimizga o'rnatamiz va buni ham lekin bunda no tarafi, ya'ni bitta yomon tarafi bor, bu litsenziya so'raydi, ya'ni litsenziyasiz ishlamaydi. Ma'lum bir vaqtgacha litsenziya bilan ishlashi nazarda tutadi. Endi biz dastlabki ishimizni bajarishimiz, ya'ni umumiy holatda hozirgi vaqtda biz onlayn holatda ishlaydigan MATLAB, ya'ni MyCompiler versiyasini ishlatib ko'ramiz. Ya'ni MATLABni mana shu sayt orqali, MyCompiler sayti orqali biz dastlabki signalni konsensodial yoki sinusoidal signal tasvirini ko'rishimizni, kodi keltirilgan shu kodni ishlatishni nazarda tutamiz. Endi qanday ishlatamiz buni? Nusxalab oldik. Buni endi yuqoridagi mana bu MyCompiler saytiga o'tamiz va saytdagi dastlabki kodlarni o'chirib tashlab, biz nusxalab olgan mana bu kodimizni tashlaymiz va uni run belgisini bosamiz. Bizda ko'rinib turibdiki, dastlabki sinusoidal signalni tasviri. Bu signalni tasavvur qilishimizga yordam beradi. Signalni, ya'ni telekommunikatsiya dastlabki o'rganuvchilar uchun asqotishi mumkin. Ko'rishimiz mumkinki, bu joyda signalni parametrlari, bu parametrlar haqida oldingi videolarimizda aytib o'tganman. Parametrlarni o'zgartirishimiz yoki minimum maksimum qiymatlarini ko'rishimiz, amplituda qiymatini yoki chastota qiymatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bizda savol tug'ilishi mumkin, boshqa parametrlar, boshqacha kodlar asosida o'rganish mumkinmi? Talabalar miqyosida, o'rganuvchilar miqyosida ko'rishimiz mumkin. Parametrlar amplituda, chastota yoki faza qiymatini, davriylik qiymatini o'zgartirgan holati bo'yicha ko'rishimiz mumkin. Buni bir qancha qiymatlari ushbu jadvalda keltirilgan. Bu bo'yicha alohida dastur mavjud. Ushbu dastur bo'yicha biz qiymat keltiramiz, ya'ni ushbu dastur bo'yicha kodni keltiramiz. Kodni nimaga, ushbu saytga boshqatdan kodlarni o'chiramiz va nusxa olingan kodni shu yerga joylaymiz va run belgisini bosamiz. Bizda birinchi variant bo'yicha mos parametrlar qiymati tasvirlangan. Shu joyda ko'rishimiz mumkin, signalni boshlanish amplitudasini va fazasini va chastotasini vizual grafiki tasvirlanadi. Bu endi ushbu dastur kodlar ketma-ketligidan biz variantlar qiymati, variant bo'yicha berilgan qiymatlarni o'zgartirishimiz va yangidan signalni tasvirini qabul qilishimiz, olishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'z navbatida har xil signal parametrlar berilgan paytda signalimiz qanday tasavvur bo'lishini, qanday paydo bo'lishini, qanday holatda paydo bo'lishini yoki qanday grafiklarda ko'rinishini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Misol tariqasida 8-variantni nazarda tutyapman. Mana 8-variantni kodi ketma-ketligi shunday berilgan. Buni ushbu saytga tashlaymiz, ya'ni ushbu saytga joylaymiz va buni signalini taxminiy parametrlar keltirilgan. Mana bu parametrlar bo'yicha signalimiz qiymati, ya'ni grafik bo'yicha vizualizatsiyasi xuddi shunday bo'ladi.
Bevosita boshqacha, ya'ni oddiy bu ko'rib chiqqan signalimiz bu oddiy signal edi. Boshqa signallarni ham shunday tadqiq qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar xohlasangiz o'zingiz ham bu ishni bajarib ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'ling.